Germaniyada istiqomat qilasiz. Ayni paytda migrantlarga, muhojirlarga ham hukumatni ham xalqi munosabati qanaqa? Germaniyaga kelsang 5-6 ming yevro oylik olasan. Britaniyaga borsang 10 ming yevro oylik olasan. Blogerlarimiz bilan ko'p gaplashamiz bu haqda. Ular faqatgina yaxshi tomonini ko'rsatishga harakat qilishadi. Aslida Germaniya unaqa emas. Nima sirenlarni yoqib keladi, lekin senga 2000 yevro shot beradi. Nimasi strafovkang bo'lmasa shunaqa bo'lishi mumkin. Sen uzoq davolab o'tirmaydi hech kim. Bizga o'xshab turib tekingashni bitta moni kelib ketmaydi. Seni ko'mgandan keyin ham oila a'zolaring shu qabringni ijarasini to'lashi kerak. To'lamay qo'yishdimi? O'lib ham qutulmas ekansiz. Yo'q. Shunaqa qonunchiligi shunaqa. Qovlab chiqarib yoqib yuborishadi seni. Hozirgi 2025-yilgi O'zbekistonning juda katta farqi bor. Jamiyat uchun muhim bo'lgan hujjat qonunchilik bazasidan o'tdi, yaxshi. Senatda nimaga to'xtab qoldi? Nima muammo? Birdaniga 4 ta reys keldi, bitta shunaqa uzun koridor. Chiqib ketishda shu koridorga kirdik va men 4 soat deganda aeroportdan chiqdim. Toshkentdan chiqib ketdik-ku, zimiston boshlandi. Svet yo'q. O'zbek xalqi ancha erkin bo'lib qolgan hamma tomonlama. Tushadi bolangni shunday turtib qo'ydingmi? Qo'shning ko'rdimi? Bizda o'rganib qolgan odamlar, "Uningni" deb 1 kvadratni metr kafilni qo'yish $16 ekan. Yo'q, mutaxassis shunday ham. Mutaxassis yo'q. Mana dunyoning puli mana shu yerda Toshkentda yotibdi. O'rgan shu kafilni qo'yishdi. Ukraina ko'rsatkichlariga yarasha 4,5 million atrofida ish kuchiga muhtojlik hozir kuzatilyapti. Qizini o'zini Yevropaga yuborib qo'yib, hamshiralikka. Uni orqasidan mashina minib yurishga, umraga borib yurishga sal o'ziga o'ylab ko'rish kerak. Qanchalik bu ortiq o'rib keladi yo'q degan. U o'g'il bola bo'lsa mayli endi masalan. Sen oddiy bolangdan pul talab qilish uchun unga ilm berdingmi? Bir nima kasb hunar o'rgatdingmi unga ota sifatida? Undan pul talab qilyapsan. Nimalar qilishimiz kerak shu vatandoshlarimiz chetga chiqqanda qiynalib qolmasligi uchun? Nemislar bilan tanish bilishchilik o'tmaydi. Ular bizni o'zini dunyosiga yaqinlashtirmaydi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 800 mingga yaqin chet el fuqarosiga Rossiyaga kirishga taqiq, ya'ni zapret qo'yilgan. Agar sizda yoki sizning yaqinlaringizdan birida shunday muammo bo'lsa, sud orqali выдворение bo'lgan bo'lsa yoki biror yaqiningiz Rossiya deportatsiya markazida saqlanayotgan bo'lsa, bizning Advice Group yuridik firmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning malakali yuristlar sizga xuddi shunday muammolarda yordam berib, mana shu zapret, deportatsiya kabi muammolarni hal qilishga yuridik yordam berishadi. Undan tashqari, zapretni tekshirish, uni sababini va muddatini bilishda ham yordam berishlari mumkin. Marhamat qilib, Moskva shahri yoki Toshkentdagi ofislarimizdan biriga murojaat qilishingiz yoki +7 903 561 85 85 raqamiga qo'ng'iroq qilib yoki Telegram yoki WhatsApp orqali yozib, yurist qabuliga yozilishingiz mumkin. Biz sizni kutib qolamiz. Bu faqat ruscha, o'zbekcha bermagansiz, intervyu bir. Berganman. 2-3 ta joyda berganman. Chiqqanmi? Chiqqan. Videosi? Bor. Chiqdi. Shu sotib qo'ysiz chiqmaydi o'zbekcha hech. Chiqdi 30 ming Daryodanmi qayerda ko'rdim? Meni qayerdadir bergan gazeta o'zimdan. Ya ko'p. Endi asosiy shu paytgacha men rus tilida berib chiqib kelganman-da, statyalarda rus tilida yozaman. Endi baribir meni asosiy muloqot tilim rus tili. Erkin, juda chuqur lug'atlarni ishlatib gapira olaman. Ha, yozib boshlading. Masalan, asl dediz Jazoir o'zbekchasi hali. Shunga Rus ideologiya g'oya. Shunaqa endi. Qiyin bo'lmaydimi o'zbek tilida gapirish sizga? Gapiryapmiz. Endi dehqonchasiga olib boramizda aka. Bo'lmasa boshlaveramiz. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli vatandoshlar. E'tiboringiz markazida vatandoshlar gurungi podkastning o'zbekchasi bu gurung bo'ladi. Bu loyihamiz biroz pauza olib to'xtab qolgan edi, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Yana davom ettiryapmiz. Umid qilamizki, bugungi suhbatimiz ham sizlarga manfaatli, foydali bo'ladi. Albatta, mehmonlar va mezbonlar bor. Loyihamizda, demak, tanishtirib o'taman. Mehmonimiz huquqshunos, migratsiya masalalari bo'yicha ekspert, Germaniya Savdo-sanoat palatasining O'zbekiston bo'yicha vakili Alisher Sodiqov hamda Vatandosh TV va Migrant.uz portali asoschisi Botirjon Shermuhammad. Mezbon va kamina boshlovchi Muslim Mirzajonov. Siz Germaniyada istiqomat qilasiz va bilishim bo'yicha bir necha haftadan beri O'zbekistondasiz va turli mintaqalarda bo'ldingiz. Turli viloyatlarda, chekka hududlarda bo'ldingiz va o'sha chetda yashovchi odam sifatida bugungi o'zbekistonliklarni
kayfiyati, ijtimoiy hayot haqida tasavvurlaringiz o'zgarayotgan bo'lishi mumkin. Shu haqida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Albatta, endi men ko'p yildan beri chet elda yashayman. Eng birinchi marta O'zbekistonga mustaqil ravishda kelgan vaqtim bu 2012-yil edi. Birinchi marta men O'zbekistonga kelganim. Shu hozir endi oxirgi 6-7 yil davomida men O'zbekistonga tez-tez kelib turaman-da va aynan hozirgi paytda ishim bilan bog'liq bo'lgani uchun O'zbekistonga har 2 oyda, 3 oyda, 4 oyda kelib turib, mana shu yerda 2 hafta, 3 hafta, 1 oygacha yuraman. Undan tashqari hozir Germaniya Savdo-sanoat palatasi bilan bir ikkita loyihalarni ham, kattaroq loyihalarni boshlaganmiz. Aynan mana O'zbekiston yoshlarini nemis tiliga o'qitish, qiziqtirish, maktab ochdik. Va nima demoqchimanki, 2012-yilgi O'zbekiston bilan hozirgi 2025-yilgi O'zbekistonni juda katta farqi bor. Hamma tomonlama. Birinchisi bilan odamlarning fikrlashi o'zgargan. Dunyoga qarashi o'zgargan va qandaydir kelajakka intilishi o'zgargan. Yaxshi tomonga, yomon tomonga qarab emas. Yaxshi tomonga. Nimaga unaqa? Endi ko'p ba'zi joylarda gapirsam, odamlar juda qiziq reaksiya bildirishadi meni gaplarimga. Endi men vatandosh odam sifatida o'zimning bahoyimni beryapman bugungi O'zbekistonga. Endi 2012-yil men birinchi marta mustaqil o'zim O'zbekistonga keldim. Shu paytdagi eski aeroport bor edi hali. Endi keldik, kechasi uchib kelgandi reys, 1 soat 11lar edi menimcha. Birdaniga 4 ta reys keldi, bitta shunaqangi uzun koridor. Chiqib ketishda shu koridorga kirdik va men 4 soat deganda aeroportdan chiqdim. Yaxshi. 4 soat vaqtimiz ketgandi ayna. Sabab chegarachilarda 2-3 tagina butkasi bor. Erta ham sekin odamlarni o'tkazib, qilaymi, qilmaymi degan bagajni tekshirishdi. Qisqasi gap ko'p edi. Undan keyin chiqib ketganimizdan keyin taksiga o'tirdik-ku, Samarqandga borishimiz kerak edi, to'yga. To'g'ridan-to'g'ri do'stlarim kutib oldi-yu, Samarqandga ketdik. Toshkentdan chiqib ketdik-ku, zimiston boshlandi. Svet yo'q. Menga endi birinchi marta O'zbekistonga kelganim uchun qiziq tuyuldi-da bunaqa narsa. Keyin u ham mayli. Jizzaxga yetib kelgan paytimizda mashinada zapravka qilish kerak, gaz bilan. Qarasam, очередь bilmayman, Perivaldan boshlanib to nimagacha cho'zilgan bir 20 kilometr очередь turibdi. Yaxshi taksistlarni u payt bez очередь o'tkazishar ekan. Biz endi uzoq turmadik, turgan bo'lsak 2 soat turdik. U ham yana bir men uchun shok bo'ldi, kulturniy. Shu bilan Samarqandga keldi. Samarqandni o'ziga emas, Urgutga kelgandik. Urgutga kelsam, svet yo'q. Hamma joyda zimiston, hamma joyda generatorlar ishlayapti. Shunaqangi to'yda ham xuddi shunaqangi o'tkazdik. Endi bugungi O'zbekiston. Mana 2 hafta oldin uchib keldim. Birinchisi bilan aeroportdan bagajing bo'lmasa, maksimum 15 minutda chiqdim. Hech qo'l yuki bilan endi kichkinagina chemodancham bor edi, lekin bu safar aslida har safar shunaqangi bo'ladi. Bu safar ham bilgandim. Menga kelsam, do'stlar, tanishlar, qarindoshlar har xil dori zakaz qilishadi. Endi vitamin Germaniyadan kelayotganim uchun endi shunaqangi bo'lib qoldi, bir 20 ta pachka har xil dorilar. Ichida vitaminlar. Keldim-u bilgan edim. Qizil koridordan o'tish kerakligini, shunda chemodanimni o'tkazsam, tamojenniklar aka chemodaningizni ko'rsak bo'ladimi deb, albatta dedim. Hammasi hurmat bilan, hech qanday ziyodi gapsiz, chiroylik muomala bilan qarashdi, tekshirishdi, yopishdi, bo'ldi aka, sog' bo'lasiz deyishdi, chiqib ketdim. Ilgari bunaqa muomala yo'q edi. 2016-yilgacha unaqa yo'q edi. Yo'q edi bunaqa muomala. Va undan tashqari hozirgi kunda misol uchun 2016-yilgacha men shunaqangi erkin o'tirib olib gaplashgan podkastlarni men misol uchun ko'rmadim. Hozir mumkin bo'lib qolgan. Davr taqozosi ham bitta endi. Albatta. Odamlarning fikrlashi bo'yicha ham, odamlarning fikrlashi ham o'zgarib qolgan.
hozir O'zbekistonda. O'zbek xalqi ancha erkin bo'lib qolgan hamma tomonlama. Mana Botir aka bilan ham bugun aynan shu haqda gaplashuvdik. 2014-yil men Andijonda bir 7 oy, 8 oy yashagandim. 2014-yilgi Andijon bilan bugungi Andijonni yer bilan osmondaqa farqi bor. 10 yillik Andijonda. 10 yillik Andijon hamma tomonlama. Birinchisi bilan xalqni o'zini tutishiga, fikrlashiga e'tibor beryapman. Xalq anchagina dindor bo'lib qolgan hozir. Shu narsaga e'tibor beryapman va bu narsa shaxsan menda o'zbek odam, musulmon odam sifatida juda ham yaxshi bunaqangi taassurot qoldiryapti. Ilgari yo'q edi bunaqa narsalar. Shuning uchun albatta bugungi O'zbekistonning tendensiyasi rivojlanishi bo'yicha xalqni rivojlanishi bo'yicha, xalqni hayotga qarash bo'yicha o'zgarishlar juda yaxshi taassurot qoldiryapti. Endi zapravkadagi gaz metan navbatlar bo'lib turibdi lekin. Svetga o'chishlar kamaydi, lekin ba'zida bo'lib turadi bu ham bor lekin. Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistondagi istalgan Uzkart hamda Humo kartalarga tezkor va asosiysi eng zo'r kursda pul o'tkazishingiz mumkin. Bundan tashqari ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlarni, mobil operatorlar hamda internet provayderlar uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha savollar va ma'lumotlar uchun operatorlarimiz kun-u-tun sizning murojaatingizga tayyor. Ishonchlisini tanlang. Milliy Pay'ni tanlang. Ilovani App Store yoki Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Siz bitta savol Alisher aka, mana 2012-yilda birinchi kelishim. Ungacha kelmaganmisiz O'zbekistonga 2012-gacha? Yo'q, ungacha 2005-2006-yil kelganman. Mustaqil kelmaganman-da, ota-onam bilan kelib ketar edim. Bu уже aynan mustaqil kelib ketganim. O'zbekistonda tug'ilgansiz siz? O'zbekistonda tug'ilganman. Qayerda katta bo'lgansiz? Shu yerda Toshkentda. Toshkent shahrida tug'ilganman. O'zi aslisida ota-onam To'ytepa shahridan. Va asosiy qismi o'smirliklar u yoqda o'tganda, to'g'rimi? Ko'chib ketgansiz. Albatta. Endi mana siz migratsiya bo'yicha ekspertsiz. Shu bo'yicha juda ham ko'plab chiqishlaringizni ko'rganmiz, kuzatamiz. Va O'zbekistondagi holatni ham yaxshi bilasiz. Endi asosiy siyosat qaysi tomonga qarab ketyapti va qaysi tomonga ketish kerak degan bir yo'nalishlarda o'z fikringiz, xulosangiz bor. Va aytmoqchi bo'manki, O'zbekiston migratsiya bo'yicha vektorlarni asosan qaysi tomonga qarab yo'naltirgani ma'qul sizningcha? Vektorga keladigan bo'lsak, hozir butun dunyoda yildan yilga ish kuchiga katta defitsit kuzatiladi. Masalan, Yevropa davlatlarini oladigan bo'lsak, Yevropa ittifoqiga har yili kamida 1 million ish kuchi kerak bo'ladi. Muhtojlik bor. Bugunning o'zida bor. Bunaqangi holat nafaqat Yevropada, Rossiyada, Koreyada, Yaponiyada, Amerika, Kanadadagi davlatlarda ham kuzatilib borilmoqda. Lekin endi har bir rivojlangan davlatda o'zini donor davlatlari bor. Donor davlati deganda biz ya'ni ishchi kuchi bilan ta'minlaydigan. Ishchi kuchi bilan ta'minlaydigan. Mana misol uchun Saudiya Arabiston davlatiga ko'pchilik borib kelyapti hozir o'zbeklar umra safarlariga. Saudiya Arabiston davlatining 38% aholisi migrantlardan iborat ekan. Va ularga asosiy migratsiya qiladiganlar mehnat muhojir sifatida bu Pokiston, Bangladesh, Hindiston va Filippin. Mana shu 4 ta davlat. O'zbeklar ko'pmi degan savolga yo'q, o'zbeklar deyarli yo'q. Bori juda kam qismi. Biz o'zbeklarda avval azallardan, endi bu tarix bilan chuqur bog'liq bo'lgan narsa, o'zbeklarda asosiy qismi boradigan joy bu Rossiya. Nima sababdan? Birinchi O'zbekiston hududi, O'rta Osiyo hududi Rossiyaning mustamlakasi bo'lgan, undan keyin SSR, rus tili, ya'ni biz 150 yil davomida Rossiya bilan chuqurdan chuqur bog'liqmiz. Hamma tomonlama. Ham yozuv, til, madaniyat, iqtisod, xavfsizlik, ya'ni umumiy g'oya bitta bo'lganda, endi umumiy g'oya bitta bo'lgani uchun. Endi hozir qolgan davlatlar misol uchun O'zbekiston uchun ochilib boryapti. Mana Koreyani oladigan bo'lsak,
birinchi Koreyaga migratsiya O'zbekistondan 96-97-yil boshlangan ekan. Birinchi shartnomalar imzolanib, bu payt endi bilgan odamlar aytib berishyapti, dedi, xonadon yurib biz odamlarga taklif bergan edik. Koreyaga hech kim Koreyaga borishni xohlamasdi. Lekin davlatlar aro kelishuvlar bo'lgani uchun bu narsa boshlanib ketdi va keyin bu narsa sekin Koreya maniyaga o'tib ketdi. Hamma Koreyani orzu qiladigan bo'lib qoldi. Trend bo'lib, hozir ham mana misol uchun Koreya davlati tomonidan O'zbekistonda yangi loyihalar boshlanyapti. O'qitish bo'yicha, mana alohida shaharlarda o'zlari kelib boshladi. Farg'onada ochildi-da. Hozir ham bitta Koreyadan bitta delegatsiya kelgan, ular ham yuribdi aynan shu masalalar bo'yicha. Menga ham bu narsa qiziq edi, chunki men ishim bilan bog'liq-da. Karslar bilan ham kecha uchrashuvni o'tkazdik, ancha narsalar bilan fikrlashdik, fikr almashdik. Bizni tajribamiz, misol uchun Germaniyaning tajribasi yoki Koreyaning tajribasi qanday birlashtirib yangi qandaydir usulda ishlashimiz mumkinligini birgalikda. Va bora mana sekin Yevropa davlatlariga ham O'zbekistondan migratsiya boshlandi. Endi Germaniyani oladigan bo'lsak, masalan, Germaniyada o'zbeklar bormi? Bor. Men rasmiy statistikani ko'rdim. Oxirgi statistikada 1000 oshiq deb berdi mehnat muhojirlari deb. Aslida ko'proq bo'lishi mumkin. Ko'proq, menimcha asosiy diasporani, endi diaspora deb nimani nazarda tutyapman, eskidan kelgan o'zbeklar. Ko'chib ketgan. Immigrantlar. Endi uni har xil qismlari bor. Ayni o'zbekistonliklar bor yoki ayni o'zbeklar bor. O'zbekistonlik deganni men kimni nazarda tutyapman? Bu ayni O'zbekistonda o'zining vaqtida yashagan nemislar, yevreylar, o'rislar. 90-yillarda ketganlar. 90-yillar asosiy qismi 90-yillar ko'chib ketganlar, unaqangilar ko'p. Ayniqsa Qirg'izistondan, Qozog'istondan ko'p ekan. Endi O'zbekistonda nemislar kamroq edi-yu, lekin asosiy qism ana shu yerdan ketgan. Va keyin 90-yillarda oxirisida, 2000-yillarda boshida ayni o'zbeklarda o'zini potoki boshlangan. Immigratsiya. Ko'chish har xil yo'llar bilan. Kimdir grant bilan ketgan, kimdir o'qish bilan ketgan, kimdir ilmiy ishini yozgani ketgan va shu odamlar sekin Germaniyada qolib ketishgan. Unaqangi odamlar ko'pmi? Meni fikrim bo'yicha, endi men taniydigan odamlar va men eshitayotgan odamlarni hisoblab ko'radigan bo'lsam, rasa bo'lsa bir 3000 yig'ilishi mumkin. Общий 3000. Endi u odamlar integratsiya bo'lib bo'lgan Germaniyaga. Asosiy qismi hammasi Germaniya fuqaroligini qabul qilgan yoki doimiy yashash ruxsatnomalari bor. Aksariyati yillab O'zbekistonga kelishmaydi ham. Unaqangilari ham bor. Lekin u juda ham ilmli, aqlli odamlar. U ichida ko'cha shipirib yuradigan o'zbekni topmaysiz. Intellektual qatlamda. Juda intellektual chuqur qatlam, ayni o'zbek millatini. Men Kunuzda ham rus tilida intervyu berganimda shu yerda ham aytib o'tdim. Shaxsan men bu odamlarni o'zbek xalqini elitasi deb hisoblayman. Haqiqatan ham ular elita. Qanday sohalarda masalan ular? Sohalari har xil, doktorlari bor, misol uchun injenerlari bor, tilshinoslari bor unaqangi odamlar va hozirgi kunlarda misol uchun immigratsiyani ikkinchi qismi boshlandi. Ikkinchi to'lqini. Uni ichida asosiy bu tibbiyot sohasida ishlaydigan odamlar, doktorlar ko'plab kelishyapti. Yana ham tilshunoslar, ya'ni nemis tilidan dars beradigan o'qituvchilar va hozir mana o'tgan yili davlatlar aro shartnoma imzolangandan keyin ikki tomonlama O'zbekiston prezidenti tomonidan va Germaniya kansleri tomonidan imzolangan shartnomaga yarasha hozir yana ham ketish kuchaydi. Bugun o'qib qoldim migratsiya agentligini telegramini 50 nafar saralab olindi degan bir ishlarga, har xil ishlarga. Har xil ishlarga endi hozir O'zbekistonda nemis tiliga qiziqish juda ham kuchayib ketdi. Yoshlar hozir 2 yil oldin misol uchun biz loyihamizni boshlagan paytimizda nemis tilini biladigan yoshlarni topishga qiynalgan edik. Ya'ni o'qitish uchun, tayyorlash uchun. O'qitish uchun, tayyorlash uchun, tayyor bo'lganini topishga qiynalgandik. Bu yil bunaqa qiyinchilik bo'lmadi. Juda ham ko'plab yoshlar Toshkent shahrida, viloyatlarda jonini berib o'qishyapti. Misol uchun birinchi o'rinda hozir nemis tili o'rganish bo'yicha Andijon turibdi. Bu respublika bo'yicha. Ikkinchi o'rinda Xorazm turibdi. Uchinchi o'rinda Samarqand, Buxoro, Toshkent ham ikkinchi, uchinchi o'rinda.
Bu yerda endi tanlov ko'p-da. Tanlov ko'p bo'lgani uchun, albatta. Lekin shunaqa tendensiya kuzatilyapti. Nafaqat yoshlar, yoshi kattaroqlari ham juda ham ko'pi qiziqyapti. Endi bu narsaga har xil sabablar bor. Asosiy mana Germaniyada yashaydigan 2-3 ta blogerlarimiz bor. Ular Germaniya hayoti degan. Germaniya hayoti, Germaniya Life. Hammamiz bir-birimizni taniymiz, bitta jamoamiz. Ularning podkastlarida ham chiqqan ekansiz. Chiqqanman. Ko'rdim-da. Chiqqanman. Bu haqda ham ko'p gapirib o'tganmiz. Endi Germaniyani ham Germaniya har xil davlat, uni plus va minus tomonlari bor. Faqatgina endi blogerlarimiz bilan ko'p gaplashamiz bu haqda. Ular faqatgina yaxshi tomonini ko'rsatishga harakat qilishadi. Aslida Germaniya unaqa emas. Bodring savolingiz yo'q, menda asosiy savollar bor-da endi hali. Agar savolingiz bo'lsa, sizdan berishingiz mumkin. 3 mingta bo'lsa o'zi asli ko'p emas ekan, bunday solib boradigan bo'lsak, o'zi masalan biz o'rganib qolgan rossiyalik odamlarga nisbatan kam ekan. Lekin 3 mingta yerda gap sonda emas, sifatda bo'lsa kerak. Endi chunki Rossiyada ham o'sha 300 ming deydi. 300 ming ko'chib ketgan o'zbeklar bor. Migrant bo'lib ko'chib ketgan. Juda ko'p 90-yillar, 80-yillarda O'zbekistonni boshqargan rahbarlarimiz bor-ku. O'shalarning hammalarini oilalari, nimalari, avlodlari qolib ketgan. Katta akademiyalarimiz, ular ham shunaqa, o'sha akademiyalar boshqalar, ya'ni ularda ham bir nimada shunaqa bir elita qatlandi desa bo'ladi, ya'ni odamlar ko'chib ketgan. Juda yaxshi kinochilar ham ko'chib ketgan. Moskvada o'qigan, shu yerda uylangan, bola chaqa qilgan, qolib ketgan boshqa odamlar ko'p, ya'ni 300 ming deyiladi Rossiyada. Demak 3 ming bo'lsa nima bor ekan? Demak hali o'sishga hali nimamiz bor ekan. Imkoniyatlarimiz bor. Yo, endi bu migratsiya jarayoni ayni diaspora, o'zbek diasporasi Germaniyada shakllanishi endi boshlanmoqda. Va Ehtiyoj endi tug'ilyapti. Ehtiyoj ham endi tug'ilyapti, eshik ham endi ochildi. Masalan, mana 1-2 yil deganda, ayniqsa mana bu yildan boshlab Germaniyaga borish o'ta yengillashib qoldi. Viza olish muammo emas. Agar tilni bilsang, Germaniyadan agar senga taklif malaka talabing bo'lsa, bemalol vizani beryapti Germaniya o'z tomonidan. Odamlar ketib qolishyapti. 3 yil oldin, 5 yil oldin bunaqangi imkoniyatlari yo'q edi. Oddiy turistik vizani olishga ham muammo edi aslisida. Shu sababdan Germaniya unchalik ko'p odam yo'q edi. Endi mana shakllanib boryapti. Oxirgi statistikaga ko'ra 4 millionga yaqin xorijliklar, migrantlar bor ekan. Yani turli sabablarga ko'ra qochib borganlar, ishlash uchun borganlar 4 millionga yaqin deb men oxirgi statistikani ko'rdim. Ayni paytda migrantlarga, muhojirlarga ham hukumatni, ham xalqi munosabati qanaqa? Umumiy kayfiyat haqida so'ramoqchiman. Endi umumiy kayfiyat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, aslisida har bir davlatda hamma vaqt o'ziga yarasha migrantofobiyasi bo'lgan, bor va bo'ladi ham. Darajasiga ko'ra va qonuniy ravishda ularning haq-huquqlarini himoya qilishga qaraganda. Lekin migrantofobiya degan narsa bormi Germaniyada? Albatta bor. Bu tabiiy narsa. O'zbekistonda ham bor. O'zbekistonda hattoki mana viloyatlarliklarga nisbatan Toshkent shahrida ham qandaydir mahalliychilik bor. Bu faraz qilaylik, Germaniya yoki Fransiya yoki Britaniya kabi davlatlarda chetdan umuman boshqa madaniyatni, boshqa din vakillari kelib qanday ko'z bilan qarashlari kerak ularda. Albatta bu narsa kuzatiladi. Germaniyani bu narsaga hukumat o'z tomonidan bildirayotgan munosabat bu uni qattiq qonunchiligi. Masalan, Germaniyada mana antidiskriminatsionnniy byuro bor. Ya'ni seni diskriminatsiya qilishgan bo'lsa, sen bemalol yerga xat yozib murojaat qilishing mumkin va seni kamsitgan odamga nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Bu narsa bor. Yoki misol uchun mana ko'chada gaplashib turibsan, senga nemis kelib qattiq gap gapirdimi yoki qanday haqorat qildimi, bemalol politsiyani chaqirib tushuntirib berishing mumkin va politsiya unga qarshi chora ko'rishga majbur bo'ladi. Qonunlar yaxshi ishlar ekan. Qonunlar ishlaydi. Endi bunaqangi qonunlar ishlab qolishini shaxsan Germaniyada men o'zim o'ylashim bo'yicha ular 2-jahon urushida yutqizib chiqishdi va o'zini mana shunaqangi o'zini vaqtida fashizm degan bir g'oyani chiqarib kelganlari uchun ularni uzr so'rattirib va o'zini aholisi shu narsani tushunib qoldiki, biz 2-marta bu narsaga qaytmasligimiz kerak. Qaytmasligimiz uchun qonunlarimiz shunaqa darajada kuchli bo'lishi kerakki, bu narsa uyg'onmasligi uchun. Lekin afsuski oxirgi yillari va oxirgi Germaniyada bo'lib o'tgan saylov shu narsani ko'rsatdiki, baribir shu ideologiya uyg'onib boshlayapti.
millatchilik. Bu narsaga migrantlar aybdor deb ham bo'lmaydi. Bu menimcha hozir umumiy dunyodagi bo'layotgan siyosat, tendensiya ketyapti. Bu narsa nima bilan bog'liq? Birinchisi bilan endi bu geosiyosiy masalalar. Har bir davlatga, har bir hududga o'ziga yarasha ideologiyasi bo'lishi kerak. G'arbning ideologiyasi hozir shuni ko'rsatdiki, ular umumiy islom dunyosiga qarshilik ko'rsata olmayapti. Ya'ni mana 3 kun oldinmi, 4 kun oldin Bild gazetasida chiqqan maqolada o'qib qoldimki, 1 yil davomida Germaniya cherkovlari 1 million odamni yo'qotibdi. Ya'ni 1 yil oldin 2024-yil 39 million nemis o'zini men katolikman degan bo'lsa, bu yil 38 million nemis o'zini katolikman deyapti. Endi regress bor. Regress ketyapti. Ya'ni ular o'zini aholisini ideologik tomonlama kontrolini yo'qotib boryapti. Aynan bu odamlarning fikrlashi bilan bog'liq. Aynan fikrlashi bilan bog'liq. Albatta. Chunki har bir migrant o'zi bilan birgalikda nimani olib kelyapti? O'zini madaniyatini, o'zini dinini olib kelyapti. Mana Moskvani ko'ringlar, mana 2 kun oldin Ramazon hayit endi o'zi gapirmoqchi edim. 100 minglab odamlar borib namoz o'qiyapti. Germaniyada ham aynan shu holat kuzatilyapti. Fransiyada ham shu holat kuzatilyapti. Hamma joyda, butun Yevropa bo'yicha va asosiy tug'ilish soni kimdan hozir? Shu kelgan migrantlardan. Asosiy qismini migrantlar tug'yapti. Va misol uchun mana Ukraina to'g'risida ko'p gap gapiriladi. Ukrainadan Yevropaga o'tgan urush sababli o'tgan qochoqlar to'g'risida. Endi har xil bu siyosatni tushunmaydigan odamlar, urush tugasa Ukrainalarni qaytarib yuborishadi, ular kerak emas. Ular kerak. Ular ayni Yevropa davlatlariga kerak. Sabab ikkita asosiy narsa bor. Maqsadga ko'ra. Birinchisi bilan Ukrainalar asli kimligini tushunish uchun tarixni bilish kerak. Ayni 100 yilga orqaga qaytamiz. Ukrainaning 8 ta viloyati 1939-yilgacha, ya'ni Stalin bilan Gitler Polshani bo'lmagunicha u Polsha hududiga kirgan. Ya'ni 8 ta Ukrainaning viloyati 1939-yilgacha Polshaga qarashli hudud bo'lgan. Va ayni erta ukrainlar bo'lsa ham ular baribir Polsha fuqarolari hisoblangan. Undan yana ham 20 yil oldinga o'tadigan bo'lsak, ya'ni Birinchi jahon urush tugagunicha 1918-yilga qadar mana shu 8 ta viloyat Avstro-Vengriya imperiyasiga qarashli hudud bo'lgan. Ya'ni bugungi Yevropa o'ziga qabul qilib olgan ukrainlarni bu 100 yil oldingi o'zlarini fuqarolarini davomchilari. Yevropa hech qanday yangi narsa qilmadi o'zi uchun. U shunchaki o'zini fuqarolarini o'ziga olib oldi va u shu fuqarolarga muhtoj. Chunki Ukraina odamlari, xalqi bu baribir Yevropa xalqi. Bu o'ziga yaqin demoqchi. O'ziga yaqin bu katoliklar bo'lmasa ham pravoslavlar, lekin xristian diniga mansub bo'lgan odamlar. E'tiqodiy nuqtai nazardan birinchi maqsad. Albatta, birinchi, ikkinchisi bu iqtisod. Chunki ukrainlar ishchi kuchi, chunki ukrainlar kelib asosiy 3 ta davlatda o'tirib qolishdi hozir. Bu Polsha, Chexiya va Germaniya. Polsha bilan Chexiyani oladigan bo'lsak, bular birinchisi bilan qo'shni bir-biriga, ikkinchisi bilan til, o'zbek tili bilan qozoq tilida farqi bor. Germaniya ham aynan shu ishni qildi. Misol uchun hozir Germaniyada 1,5 milliondan oshiq ukrain fuqarosi bor. Endi hozir mana o'z-o'zidan savolimiz, mavzuyimiz Ukrainaga tomon ketdi-da. Suhbatlarda aytdingizki, siz bilan suhbatlashib turgan paytimizda aytdingizki, Ukrainani urush sabab tark etgan bir necha million aholisi endi Ukrainaga qaytmaydi degan mazmunda fikr bildirdingiz. Va o'z-o'zidan urush tugaydi qachondir. Urush tugagandan keyin Ukrainada katta qurilishlar boshlanadi o'z-o'zidan.
Ya'ni ishchi kuchiga ehtiyoj juda katta bo'ladi, to'g'rimi? O'sha hududlarda, o'sha maydonlarda. Mana shu yerlarga o'zbeklarning borish imkoniyatlari qanaqa bo'ladi? Biz shuni mo'ljalga olishimiz kerakmi, yo'qmi? Albatta mo'ljalga O'zbekiston o'z tomonidan bu narsalarni hozirdan boshlab mo'ljalga olishi kerak. Sababi bugungi kunga ko'ra Ukraina ko'rsatkichlariga yarasha 4,5 million atrofida 4,5 million atrofida ish kuchiga muhtojlik hozir kuzatilyapti. Real hozir bugungi kunda Qayerda? Ukrainadan o'zida. Ukrainaning o'zida. Shuncha ish kuchiga muhtojlik hozir kuzatilyapti. Urush ertami kechmi baribir to'xtaydi. Bu gap hozir vaqt to'g'risida ketyapti. Bu 1 oydan keyin bo'ladimi, 1 yildan keyin bo'ladimi va ko'p narsa kelishuvlarga bog'liq. Lekin bu narsa bo'ladi. Va Ukraina hozirgi kunlarda ham bu narsani o'rganib chiqyapti va hozirdan boshlab strategiya qurib boshlayapti. Qaysi davlatlardan olamiz. Chunki Ukrainaga ham eng asosiy nima kerak? Ularga madaniy tomonlama yaqinroq bo'lgan xalq bo'lishi kerak. Masalan, mehnat muhojirlarni yetkazib beruvchi davlatlar ko'p. Mana Indiya, Bangladesh, Nepal kabi davlatlar. Ertan odamlarni olib kelish muammo emas. Lekin ularni aynan shu bu jamiyatga integratsiya qildirish muammo. Til o'rgatish masalasi, madaniy farqlar, madaniy hamma narsa. Biz Ukraina davlati bilan endi Sovet ittifoqida bo'lganimiz uchun baribir til topish olamiz-da bir-birimiz bilan. Ya'ni bizni baribir bir-birimiz bilan tushuntiradigan narsa bu rus tili. Muloqot tili hammamizda. Bu shunaqa narsa. Ikkinchi tomonlama endi Sovet vaqti bo'lgani uchun hammamizni otalarimiz armiyada xizmat qilgan. Ya'ni hamma bir-biriga tanish. Keyin o'zbek diasporasi ham Ukrainada o'ta yuqori darajada rivojlangandi va diaspora katta edi. Endi Rossiyada katta emas-u, lekin bir 50 mingdan oshiq shakllangan diaspora bor edi. Bu katta diaspora deb hisoblayman va Ukraina diasporani ham O'zbekistonda asosiy qismi shu yerda juda katta diasporasi bor. Shuning uchun albatta Ukrainani o'ziga ham bu qiziq bo'ladi. Chunki O'rta Osiyo davlatlarining orasida eng katta aholi bu O'zbekistonda. Va meni fikrim, biz ular bilan hamma vaqt til topisha olamiz. Shu masalada sizni o'zingizni takliflaringiz ham bo'lyaptimi? Siz masalan adashmasam siz o'sha Ukrainada o'zbek diasporasiga rahbarlik qilgansiz. Albatta. Takliflar bo'lyaptimi O'zbekiston hukumatiga shu bilan ishlaydigan tashkilotlarga? Endi hozircha bo'lmayapti, lekin menimcha Ukraina o'z tomonidan hozir to'liq bu narsani o'rganib chiqqandan keyin, qandaydir strategiya konsepsiyaga erishgandan keyin menimcha takliflar bilan chiqib boshlaydi. Chunki boshqa ilojisi bo'lmaydi, yo'li bo'lmaydi. Biz qanday tayyorgarlik ko'rishimiz kerak buni? Qonuniy birinchisi bilan. Qonuniy tayyorgarlik endi qonuniy asosda yuborish masalasi. Albatta. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 800 mingga yaqin chet el fuqarosiga Rossiyaga kirishga taqiq, ya'ni zapret qo'yilgan. Agar sizda yoki sizning yaqinlaringizdan birida shunday muammo bo'lsa, sud orqali vidoreniya bo'lgan bo'lsa yoki biror yaqiningiz Rossiya deportatsiya markazida saqlanayotgan bo'lsa, bizning Advice Group yuridik firmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning malakali yuristlar sizga xuddi shunday muammolarda yordam berib, mana shu zapret, deportatsiya kabi muammolarni hal qilishga yuridik yordam berishadi. Undan tashqari, zapretni tekshirish, uni sababini va muddatini bilishda ham yordam berishlari mumkin. Marhamat qilib, Moskva shahri yoki Toshkentdagi ofislarimizdan biriga murojaat qilishingiz yoki +7 903 561 85 85 raqamiga qo'ng'iroq qilib yoki Telegram yoki WhatsApp orqali yozib, yurist qabuliga yozilishingiz mumkin. Biz sizni kutib qolamiz. Siz ham Botir aka huquqshunossiz. O'zbekistonda hozir migratsiya bilan bog'liq bo'lgan eng katta muammosi nimada? Til va kasb. Endi u yerda har xil muammolar har xil bo'lishi mumkin-da. Hozir bular men tushunishim bo'yicha aytib olmoqchi bo'lgan narsalar qonunchilik bilan bog'liq. Qonunchilik qonun yo'q, qabul qilinmagan. Haligacha Senatda turibdi. Regulatorniy norma yo'q-da. Regulatorniy norma bo'lmagandan keyin, qonun bo'lmagandan keyin qaysi tashkilot nimaga javobgar? Fuqaro nima qilishi kerak? Davlatda oldida qanaqa majburiyatlari bor va davlatning fuqaroning oldida qanaqa majburiyatlari bor? Qanday himoya qiladi, qay tartibda degan. Hech narsa yo'q. Lekin buncha mehnat buncha aholisi bo'lgan davlatda albatta birinchi navbatda migratsiya to'g'risidagi qonuni bo'lishi shart.
Shunda qolgan davlatlar bilan ham davlatlar aro shartnoma imzolangan vaqtda ham u shartnoma ham bir nimaga asoslanib imzolanadi-da. Huquqiy asos. Albatta. U misol uchun shartnomada ko'rsatilgan narsalar hech qanday tagida asos bo'lmasa, u shartnoma hisoblanmaydi. Chunki ertaga orasida ikkita davlat orasida tushunmovchiliklar kelib chiqsa, uni kim ko'rib chiqishi kerak? Endi hozircha faqat qonunosti normativ aktlar bilan tartibga solinyapti. Prezident farmoni, Vazirlar Mahkamasi qarori shunaqa. Sizni xabaringiz yo'qmi? Mabodo nega o'sha Senatda turgan qonun qabul qilinmayapti? Endi bu narsa to'g'risida O'zbekistonda ishlaydigan huquqshunoslar ko'proq, menimcha, bilishlari kerak. Endi eshitishim ko'proq bong urish kerak. Endi bizda gap shundaki, O'zbekistonda ishlaysizmi, qayta ishlaysizmi ham kim hukumatga yaqinroq bo'lsa, o'shanda ko'proq ma'lumot bo'ladi-da. Chunki ochiq bir muhokama qilinmaydi, aytilmaydi. Nega masalan o'sha jamiyat uchun muhim bo'lgan hujjat qonunchilik bazasidan o'tdi, yaxshi. Senatda nega to'xtab qoldi? Nima muammo? Tushunishim bo'yicha uni ishlab chiqishda xalqaro tashkilotlar ham qatnashdi, vakillari, o'zimiznikilar ham qatnashdi. Masalan, muhokama qilishda men bilgan huquqshunoslarning birortasi migratsiya bo'yicha mutaxassislik taklif qilinmadi, masalan, yoki siz taklif qilishgan birortasi muhokamasida. Masalan, men bilgan odamlarda o'sha jamoat tashkilotlari bor, migratsiya bo'yicha boshqa birontasini bir fikr olingani bilmayman. Qanaqadir o'zlarini bir ekspertlarni o'zlari biladigan, negadir biz tanimaydigan ekspertlar taklif qilingan, ular muhokama qilingan, shundan o'tgan. Shuning uchun ham bilmayman, agar biz ekspert bilan qatnashgan bo'lganimizda loyihasini o'qiganman. Uni ham tanish deputat orqali olib o'qiganman. Haligi agar biz shunda qatnashganimizda buni ozgina tushunib bilardik, nima bo'lib to'xtab qolgani ham sal bizda ma'lumot bo'lardi. Sabablari nima? Ya'ni yo'q shu narsa. Ya'ni bunaqa bir ishchi guruhga a'zo emasmiz, boshqa emasmiz. Shunaqa, ya'ni siz bilan bizga muhim bo'lgan, qiziq bo'lgan narsa aslida bilmaymiz nima bo'lib turib, nega sababdan to'xtab qoldi-yu. Chunki men ko'rgan qonunda hech qanaqa bir to'xtab qoladigan joyi yo'q edi, ya'ni bir xavf degan joyi yo'q edi. Ya'ni nima shunaqa. Shu tomondan hayronmiz, nega bir hukumat tomonidan qanaqadir bir tushuncha berilsa yaxshi bo'lardi. Nimasi kami bo'lsa to'g'rilab tezroq qabul qilaylik, bu muhim hujjat bo'lsa biz uchun degan narsa. Albatta, bu O'zbekiston uchun strategik xavfsizlik masalasi. Strategik xavfsizlik masalasi. Yo, ular nimani kutyaptimi? Hozir o'tgan yil chiqqan prezident farmoni bo'yicha migratsiya bo'yicha strategiya qilishimiz kerak, qilinishi kerak edi, hali qilingani yo'q. O'zbekiston strategiyasi ishlab chiqilsa, keyin qonun qabul qilinadimi bilmayman, nega nimani kutilyapti. Bu strategiya mana shu qonunga atrofdagi, masalan, davlatlardagi siyosiy vaziyatlar ham ta'sir qilishi mumkinmi? To'xtab turishiga, masalan, aniq bir vektorini, aniq bir yo'nalishini belgilab olish uchun ham ta'sir qilishi mumkinmi? Tashqari, masalan, Rossiya Ukraina bir munosabatlari ham to'xtab endi bu qonun unaqangi bir siyosiy qonun emaski, hali ta'sir qiladigan darajada. Bu shunchaki tartib bo'lishi bu endi aniq. Ko'proq ishchi mehnat resurslari bilan bog'liq bo'lgan narsa bo'ladi. U tartibga solish birinchisi bilan. Chunki hozir tartibsiz ravishda ketyapti baribir. Hamma tomonlama. Mana hozir O'zbekistonda eng katta muammolardan bilasizlarmi nima? Odamlar, fuqarolarimiz juda ham ko'plab aldanishyapti hozir chet elga ketish bo'yicha. Huquqsiz. Qaysi ma'noda aldanishyapti? Mana har xil Telegram kanallarda reklamalar ketyapti. Chet elda turgan firibgarlar tomonidan Germaniyaga kelsang 5-6 ming yevro oylik olasan, Britaniyaga borsang 10 ming yevro oylik olasan. Hujjatlarni shunaqangi ishlab chiqarishyaptiki, endi soxtalashtirilgan hujjatlar bizni fuqarolarimizga jo'natyapti-yu, fuqarolarimiz ishonib bu narsaga Germaniyaga borsam 5 ming, 10 ming yevro pul olar ekanman deb 2 ming, 3 ming, hattoki bittasini eshitdim 14 ming yevro pul o'tkazgan ekan. Qarz bo'lsa kerak u ham. Qarz bo'lsa kerak. Shunaqa darajaga yetib borgan. Keyin undan keyin hukumat yoniga keladi, ariza yozadi, menga yordam beringlar, meni aldab qo'yishdi degan ma'noda. Sen o'zing o'ylab ko'rmadingmi? Qanday qilibsan? Hozir shuncha pul oddiy internetga kirib yozsang ham Germaniyada o'rta holda oyliklar nech pul olishim mumkin, ketish uchun nima qilish kerak? Ya'ni bu narsa ham hozir nima uchun bunaqangi bo'lyapti? Yana regulatorniy normaga qaytamiz. Qaysi vakolatxona aynan bu narsa bilan shug'ullanishi kerak? Yoki misol uchun mana xususiy bandlik agentliklari bor O'zbekistonda. Lekin xususiy bandlik agentliklarini to'g'risidagi qonunni o'qib ko'rsak ham, u ham xom. Nimaga? Xususiy bandlik agentliklariga ko'rsatgan xizmati uchun pul olish mumkin emas. Shunaqa tomoni bor. U nimadan daromad qiladi unda? Ish beruvchi o'z tomonidan xususiy bandlik agentligiga pul to'lab berishi kerak ekan.
Lekin O'zbekiston qonunchiligiga qaytamiz. Bu narsani men huquqshunos sifatida ko'ryapman. Bu odam savdosi bo'lib ketyapti-ku bo'lmasam. Bular to'lab beradigan bo'lsa. Chunki nimaga? Ish beruvchi o'z tomonidan topgan kompaniyaga pul to'lagan bo'lsa, bu O'zbekiston fuqarosi uchun. O'zbekiston fuqarosi shartnomani imzolab borgan bo'lsa etgan va yerda ishlamasdan boshqa joyga o'tib ketgan bo'lsa, qochib ketgan bo'lsa, mana Rossiyada ham aynan shu holat kuzatilyapti-da ko'p joyda. Javobgarlikni kim oladi bu yerga? Shunday. Bu pul olmasligi haqidagi ilgari bor edi, qonunda pul olish mumkin edi. Keyin u mashhur katta miqdorda firibgarlik bo'ldi-ku. Bir qancha kompaniyalar katta 1 million dollarga yaqin odamlarni aldab qo'yib. Hozir ham shu narsa kuzatilyapti-ku. Konsalting kompaniyalar ishlayapti-ku aka baribir. Ular noqonuniy ishlayapti-da. Agar bunday qildiki, bular o'sha dedik, xususiy agentlikka ruxsat berdi, bor edi o'zi pul olishga. Ular pulni olib, ya'ni o'sha 14 ming deganingizni ular rasman olib, keyin yopilib ketdi, keyin boshlar qamalib ham ketdi. Va hukumat o'sha odamlar chiqib hukumat oldida Vazirlar Mahkamasining oldida ozgina namoyish ham qilishganida hukumat o'zini yonidan to'lab berdi o'sha aldangan. Shundan keyin bular o'zgartirish kiritishib, xususiy bank agentligiga o'zini pul olishda taqiqlab qo'yishdi. Ya'ni lekin bu ham yechim emas aslida. Ya'ni bu yerda haligi nima deydi, bitta vaziyatdan kelib chiqib emas, umuman kompleksli podxod qilib o'rganib, xorijiy tajribani o'rganib, boshqa qilib o'zgartirishga, chunki hali aytmanku, mana shu migratsiya bo'yicha qonunchilik boshqa harakatlarimizda o'zaro bir ekspertlarning fikrini eshitish, maslahat boshqa bo'lmaganligi uchun juda ko'p narsalar shunaqa bir vaziyatdan kelib chiqib, bugun shunaqa bir muammo bormi, shundan kelib chiqib qabul qilingan qarorlar ko'p. Fajarni o'chirishga o'xshaydi. Fajarni o'chirishga shunaqa. Ya'ni mana oxiri borib nimani xususiy banklarni keskin qisqartirib yuborishdi. O'sha 100 ming dollar talab qo'yishdi, boshqa bo'ldi. Ular kamaydimi? Undan keyin nima bo'ldi? Talab ko'payib ketgandan keyin bu yoqda norasmiy, noqonuniy ishlagan bank konsalting firmalar ko'payib ketdi. Ya'ni hozirgi internet zamonida Instagramda, Facebookda reklamani qo'yib turib, kerak bo'lsa Moskvadan turib yuboryapti odamlarni, misol uchun-da. Ya'ni u tomonni hisobga olmasdan bu tomonni qonun qabul qilingan. Shunga o'xshagan muammolar ko'p. Ya'ni bu yerda ancha bir muammolar bor. Ularni albatta kompleks yondashish kerak. Xususiy banklik agentliklar haqida siz bilan gaplashgandik. O'sha birinchi uchrashuvda o'shanda siz aytgandingizki, ularning ishida ham juda xom. Ya'ni sohadan juda uzoq, yaxshi bilmaydi deb aytgandingiz. Albatta, sabab migratsiyani to'liq tushunish uchun endi ko'pchilikda fikr shunaqaki, men migratsiyaga kirsam, tez pul topib olaman deydi. Lekin hech kim ikkinchi tomonni hisobga olmayapti. Birinchisi bilan bu siyosat. Sen migratsiya sohasiga aralashdingmi, sen davlatning siyosatiga aralashding. Bu degani sen albatta kerakli idoralarda nazoratida bo'lasan. Bu to'g'ri. Chunki davlat o'z tomonidan agar bu narsani nazorat qilib turmasa, mana shu siz aytgan narsalar kuzatiladi birinchisi bilan, ikkinchisi bilan noqonuniy migratsiya va hokazo har xil hattoki har xil ekstremistik guruhlarga migrantlarning kirib ketishigacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bu davlat nazoratida bo'lib turishi shart. Ikkinchisi bilan migratsiya sohasiga kirayotgan odam o'zi uchun avvalambor qonunchiliklarni, nafaqat O'zbekiston qonunchiligini, chet davlatlarning qonunchiligini o'rganib chiqishi kerak va chet davlatlarni O'zbekistonga nisbatan migratsion siyosatidan ham xabardor bo'lishi kerak. Faqatgina olaman, jo'nataman emas. Mana yaqinda sizlarning kanalingizda ham maqola chiqib qoldi. Rossiya prezidenti yangi qarorni imzoladi. Endi chet el fuqarolariga Rossiya hududida patentsiz ish faoliyatini yuritishi mumkin degan maqolalar chiqib ketdi. Lekin uni tagida nima borligini hech kim o'qimagan. Gazetalar shunchaki chiqarib yubordi. Men qiziqib qoldim, qanday chiqqan egilik deb birdaniga. Bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham kirib qarorni o'zini o'qisam 15-moddasida ko'rsatilgan. O Ukrainada hozir bosib olingan hududlarda ishlash mumkin degan joylar. Endi biz buni berdik, batafsil berganmiz. Qayerlarda, kimlarga edi? Endi sizlar berdinglar, qolganlar Qolganlar o'sha migratsiyaga ixtisoslashmagan oddiy jurnalistlarda. Shu. Ya'ni mana jurnalistlarning ham juda ham katta qismi migratsiya to'g'risida yozyapsanmi? Birinchi o'zing uchun o'rgan. Mana shu migratsion siyosatni o'rganib ol, sal ko'tarib olib, tushunchangni, shundan keyin xalqni adashtirmaslik uchun. Yaxshi sizlarning kanalinglar bor ham.
yana kimnidir kanali bor migratsiya to'g'risida, hozir esimda yo'q, migratsiya to'g'risida aynan ma'lumot beradigan, obyektiv ma'lumot beradi. Ko'pi hype orqasidan yugurib yuradi-ku. Endi u bizning prinsiplarimizga unaqa mos emasda, o'zi Migrant.uz kanalining prinsiplarida migrantlarni chalg'itmaydigan, migrantlarga tushunarli bo'lishi kerak-da, ya'ni foydali ham. Yoki misol uchun mana o'tgan yili ham ko'plab nimalar maqolalar chiqib ketdi gazetada. O'zbekiston endi bundan keyin O'zbekistondan Kanadaga ketish mumkin degan maqola chiqib qoldi. Yoki yaqinda mana yana bitta maqola chiqdi. Endi Amerikaga bizni nimalarimiz, hamshiralarimiz jo'natiladi. Bunaqa Amerika. Amerikada birinchisi bilan unaqangi programmalar yo'q. Hech narsa yo'q. Keyin Amerika olmaydi sizlardan bunaqa. Uni o'zini oladigan joylari bor, talablari bor. Bu uzoq jarayon. Unga tayyorlash kerak. Migratsiya agentligi chiqardi buni. Endi buni asoslarini, dastlabki ma'lumotlarini chiqardi. Qaysi asosda, kimlar bilan, qanday tartib. Dastlabki ma'lumot menimcha u ham bir aniq emas. Endi dastlabki bo'lgan bilan ham odamlar boshqacha tushunyapti-da bu narsani. Qabul qildimi, davlat o'z tomonidan ko'rsatdimi? Mana shu chetda turgan firibgarlar bu narsadan foydalandi. Shunaqa. Foydalandimi? Yana O'zbekiston fuqarosi jabr ko'rdi bu narsa orqali va qayerga boradi? O'zbekiston idoralariga boradi. Menga yordam beringlar deb. Endi qayerga ham borardi? Albatta, yoki misol uchun chet elda o'zi noqonuniy chet elga borib oladi. Noqonuniy yo'l bilan. Oxir ahvolga tushib qoladi-yu, keyin elchixonaga boradi. Elchixona biz nima qilib bera olamiz senga? O'zing kelgan bo'lsang, keyin elchixonaning ustidan yozib boshlaydi. Menga yordam ko'rsatilma. Biz bunaqa narsalarni ko'p kuzatyapmiz-da. Va bundan oldingi efirda ham savol berildi. Menga Germaniyada yoki umumiy Yevropa hududida O'zbekiston fuqarolarini haq-huquqini himoya qilish bo'yicha chet elda, aynan Germaniyada qonuniy yurgan O'zbekiston fuqarosini haq-huquqini himoya qilish kerak emas. O'zi ishlaydi yo'da qonunlarning. O'zi qonunlar o'zi zo'r ishlaydi. Uni haq-huquqiga hech kim tegina olmaydi. O'zi ham mas'ul Germaniyaning mas'ul idorasiga borib shikoyat qilsa, ish beruvchisi bo'ladimi, politsiyskisi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, eng katta amaldori bo'lmaydimi? Kerak bo'lsa, unga qonuniy chora ko'radi Germaniya davlati. Lekin Germaniya davlatining oldida kim javobgarlik oladi bo'yniga? Mana shu noqonuniy yurgani uchun. Chunki noqonuniy migrant bu har bir davlat uchun xavf tug'diradi. Bosim hamda. Hamma tomonlama xavf. Birinchisi bilan ishlasa ham noqonuniy ishlaydi. Solig'ini to'lamaydi, ko'p narsa qilmaydi. Birinchisi bilan qonunchilikka bo'ysunmaydi. Qonunchilikka bo'ysunmaydigan odam xavf tug'diradi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqangi. Ikkinchisi bilan yana ham har xil mana voqealar bo'ladi. Ba'zi bir vatandoshlarimiz chet elga borib qolish uchun ham kelajagini oldiga bir 3-4 qadam o'ylamasdan masalan boshpana so'raganlar ham bor. Bunaqalari ham bor. Siyosiy boshpana. Siyosiy boshpana so'rash uchun qanaqa asos bo'lishi kerak. Bormi mana gaplashib boshlaganimizda O'zbekistondagi hozirgi vaziyatni to'g'risida gaplashdik. Hozirgi vaziyat shunaqa xavf tug'diryaptimi O'zbekiston fuqarosi chet elga borib? Bunga ham asos bo'lishi kerak-da. Asos bo'lishi kerak. Bizni fuqarolar bor. Germaniyada ham shunaqa ko'rsatkichlar bor, masalan. Amerikada rosa ko'p bunaqa narsa harakat qilish. Amerikaga borganlar endi qolishni yo'li bir. Lekin bunaqa ishni ham qilgan odamlarni men shaxsan tushunmayman. Qaysi ma'noda? Endi chet elda yashayman to'g'ri, lekin nafaqat huquqshunos, o'zi odam sifatida tushunmayman. Nimaga? Amerika. Noqonuniy yo'l bilan mayli bording. Kanada chegarasi bu, Meksika chegarasidan bo'lsa ham o'tding. Xo'p, seni ushlashdi, boshpana so'rading. Uyda ota-onang qoldi, ko'pchilikda bola chaqasi qolgan bu yerda. Xotin bola chaqasi qolib ketdi. Boshpana so'radingmi? Amerikada u boshpanasi yillar davomida ko'rib chiqilar ekan. Ba'zilari bor 10-15 yil davomida yuribdi Amerikada, hali qaror chiqarilmagan. Maqomi aniq emasding. Hujjati ham yo'q. U yerda yuribdi. Oila bola chaqasi shu yerda. Hammamiz tirik jonmiz. Birinchisi bilan o'zing o'lib qolsang, yerda nima bo'lasan? Bu alohida tema. Yoki sansiz oilang nima bo'lyapti bu yerda? Mehr ko'zda. Tarbiya qanaqa? Zato pul topyapti-da, u shunaqa ideya.
Ya'ni g'oya shunaqaki, u pul topsa bo'ldi. Pul topsa bo'ldi. Endi pul to'g'risida gapiradigan bo'lsa, ko'p savol berishadi. Men aytayapman, hozir Germaniyada yashayapman. Germaniyada ham plus va minus tomonlari ko'p. Eng oddiy narsa, masalan, hammamiz yana shu masalaga qaytamiz, tirik jonmiz. O'lib qolding. Germaniyada ko'mish uchun, janoza o'tkazish uchun 25 ming yevro pul kerak. Bu birinchi masala. Chunki yer qimmat, ruxsat qimmat, ko'p nimalari bor. 25 ming yevro. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, seni ko'mgandan keyin ham oila a'zolaring shu qabringni ijarasini to'lashi kerak. To'lamay qo'yishdimi? O'lib ham qutulmas ekansiz. Yo'q. Shunaqa qonunchiligi shunaqa. Kovlab chiqarib yoqib yuborishadi seni. O'zbekistonda bunaqangi narsa bo'lishi mumkinmi? Ijara har yil to'lanadimi? Har yil katta pul to'lanadi. Bu haqda hech kim gapirmaydi-da. Hamma yaxshi tomonini ko'rsatadi, lekin Yo'q tomon deydi-yu. yomon tomoni ham bor davlatda. Ana gap rostmi? Haligi tibbiy tez yordam chaqirsin, skori chaqirsin, vahima bilan 2-4 ta mashina keladida, nima sirenlar yoqib keladi, lekin senga 2000 euro shot berib ketadi. Nimasi strafovkang bo'lmasa shunaqa bo'lishi mumkin. Sen uzoq davolab o'tirmaydi hech kim. Bizga o'xshab turib tekingashni bitta mashina kelib ketmaydi. Qonunchilik, mana O'zbekistonda qonunchilik unaqa, qonunchilik bunaqa, qonunlar ishlamaydi. Bizda O'zbekistonda balki ko'p qonunlar ishlamasligi mumkin, lekin o'zimizda ichki qonunlarimiz bor, xalq qonuni. Yozilmagan. Yozilmagan mahallichilik, mahallani ichida, misol uchun, oqsoqollarning gapi yoki bir-biridan uyalish, bor shunaqa narsalar. Andishachilik bor, odamgarchilik bor. Germaniyada yo'q unaqa narsa, erta shunchaki qonun bor. Din bilan bog'liq, e'tiqod bilan bog'liq masalalar ham bu yoqda aktualda. Albatta, hamma tomonlama. Germaniyada aslida iymonni saqlash, mana o'zimizni o'zbek madaniyatimizni saqlab qolish, o'zligimizni saqlab qolish, dinimizni, iymonimizni saqlab qolish Germaniyada bu juda qiyin masala. Qiyin, o'zligini. Hamma tomonlama. Endi blogerlarimiz ko'rsatyapti, mana Ramazon bayrami bo'lyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Men masalan praktikuющий musulmanin deyiladi-da, hozir, ya'ni amal qiluvchi musulmonman. Men bilaman boshimdan o'tayotganini, aynan nimadan men qiynalyapman. Nimadan yutqizyapsiz, nimadan yutyapsiz? O'zbekistonda men hozir nima sababdan men Ramazon vaqtida keldim. Maza qildim shu yerda. To'g'risi. Ya'ni auradan. Aurani o'zidan. Kechqurun taravihlarga chiqasan, hamma qo'shnilaring, do'stlaring hammasi roza tutadi. Kechqurun hali unisi iftorga chaqiradi, hali bunisi iftorga chaqiradi. Mana bayram namoziga chiqdik. Yevropada bor bu narsa, lekin aurasi baribir boshqacha. Endi bizgalar ko'payib ketsa, avrasi yo'q qolar. Shu narsani harakat etamiz. Endi bizda mana hammasi yaxshi-ku, lekin boshda ko'rdingiz, yosh bolalarni kirgizmasdan masjidlarga unaqa ham bo'ldi, ozgina sharmandachiliklar bo'ldi, shunga o'xshagan ishlar ham bordi bizda. Endi mana shu haqida o'z savollarim borda, mavzu aylanib shunga kelyapti. Shu vatandoshlar haqida tabiiy savollar bordi. Endi shunaqa gap borki, men vatandan ketdim, vatan mendan ketmadi deydi. Buni ikki xil ta'riflash mumkin, ikki xil baho berish mumkin. Ya'ni vatanni qalbdan ketmasligi, ya'ni vatan undan ketmasligi, boya siz aytgandek e'tiqod, o'zaro madaniyat, milliy madaniyatimiz, munosabatlar, oilaviy munosabatlar bo'lishi mumkin. Bu yaxshi. Lekin biz bilan o'sha vatandan qo'shilib ketmaydigan, ya'ni vatanning ichida biz bilan yuradigan ayrim illatlar bor-ku. Ularni ketmasligi qanaqa muammolarni keltirib chiqaradi? Masalan, o'zbeklar ichidagi xuddi o'sha narsani Yevropada ham davom ettiraveradi. Masalan, qanaqadir illatlarni, poraxo'rlik deymiz, tanish bilishchilik yoki boshqacha. Endi tanish bilishchilik bor, hamma joyda bor. Misol uchun, men ham bu narsadan ko'proq foydalanib turishga harakat qilaman. Qaysi ma'noda? Endi nemislar bilan tanish bilishchilik o'tmaydi. Ular bizni o'zini dunyosiga yaqinlashtirmaydi. Bizni ko'proq ishimiz bitishi, tanish bilishchiligimiz bu turklar bilan ish bitadi yoki tez kelishamiz-da. Ularda ham o'zining dunyosi bor. u Germaniyada o'qigan bo'lsangiz, kursdoshlaringiz bo'lsa, sinfdoshlaringiz nemislar bo'lsa-chi? Yo'q, u nemislarning dunyosi. Ya'ni nemislarda baholi. Nemislarda o'zida bu narsa vitamin B deyiladi. Ya'ni nemisda Germaniyada korrupsiya bormi? Bor. Bu haqiqat.
va ularda nemislarning ichida o'zini munosabatini ichida bu narsa vitamin B deyiladi. Ya'ni tanish, bilish, kursdosh, qo'shni, hamkasb, vitamin B orqali ular ko'p kelishuvlarni qilishadi. Shunda millatiga qaraydimi yoki masalan o'zbek birga o'qigan bo'lsa ham ta'sir qilishi mumkinmi? Qaraydi. Endi ba'zi turklar bor, juda chuqur integratsiya qilganlar, misol uchun Germaniyada tug'ilganlar, nemislarning ichida ayni ishlaydiganlar, yashaydiganlar, ularda bor bu narsa. Endi men savolimni o'zi berganim sal boshqacharoq edi. Aytmoqchi bo'lganimki, mana siz bir vakil sifatida u yerdan o'zbekistonlik bir guruh yoshlar borib o'qidi. Lekin ularni o'qishga munosabati yoki o'qishni tashlab ishga chiqib ketishi, shunaqa narsalar haqida ham bor. Unaqa narsalar har kuni kuzatilyapti, aka. Shaxsan o'zim shu narsaga guvoh bo'lyapman va qo'limdan kelguncha bu narsa bilan kurashishga harakat qilyapman. Sababi endi meni ishim ko'proq bolalar, yoshlarni o'qishga olib ketish bilan bog'liqda. Mana shu kasbiy ta'limni o'rganish, Ausbildung deyiladi bu yo'nalish. Germaniyada aynan shunaqangi dastur bor, dual ta'lim deyiladi. Bu ham o'qish, ham shu joyda ishlash, malaka oshirish bo'yicha. U aslida ish emas, u o'qish hisoblanadi. Va har bir o'ziga olib ketadigan kompaniya o'zi uchun mutaxassis tayyorlaydi. O'zi uchun shogird chiqaradi. Va shu o'qiyotgan paytida unga 800-900 yevro atrofida stipendiya to'laydi. Aslida bir student bolaga, o'quvchi atsubi deyiladi, shogirdga bu pul bemalol bir oyga yetadigan pul. Ro'zg'orini kechirish uchun mana shunday yetadigan pul. Lekin oshib qolmaydi. Lekin oshib qolmaydi. Hisobini biladi-da, nemislar hisobini. Hammasini hisob kitobi olingan. Ular minimalni, maksimalni rasxodda unga bir kunga qancha ovqat kerak, proyezdiga qancha ketadi, telefoniga qancha ketadi, hammasini hisoblab chiqarishgan. Shuning uchun nemetskiy расчёт deyiladi. Lekin bizda O'zbekistondagi odamlarni fikrlashi bo'yicha bu uni qo'liga berilayotgan 800 yevro bu dunyoning puli. Demak, u puldan albatta O'zbekistonga jo'natish kerak. Jo'natyapti bolalar, jo'natmayapti emas. Ya'ni o'sha yerga borganda nima deydi, konsentratsiyani yo'qotib qo'yayotganlar bormi, ko'pmi demoqchiman? Bor. Shular haqida ham gapiring. 40% kelayotgan hozirgi kecha kunduzda o'qishga kelayotgan bolalarning 40-45% borgandan keyin siniyapti. Men kuzatyapman. Hozir mavzu ketib qolmasin. Bularni hali gap bundan oldingi podkastda ham qatnashdik. Shunga bularni nimasini aytmoqchimanki, ana shu 800 yevro bor-ku, 900 beryapman stipendiyani. Shuni stipendiyadan ota-onalar talab qilib, bolam pul jo'nat deyapti-kanda. Ya'ni bu narsa nima qiladi? Erta yuborib qo'yadi, keyin puli qolmaydi. Keyin o'sha ko'chaga yana ish izlab qo'shib majbur bo'ladi. Hattoki bular aytayaptiki, mana men yo'naltirib qo'yam odamlarga ma'lumot qo'yish. Hattoki yo'ldan kelyaptigan ish beruvchilar bolalardan suhbat qilganda so'rayapti ekanda, ertaga borsang, senga stipendiya bersak, pulni nima qilasan? Uyingga borasanmi, yo'qmi deb so'rayapti ham hattoki deb. Shungacha yetib bordi. Nemislar mana murojaat qiling ota-onalarga. Nemislar ham shu narsani tushunib qoldi-da. Mana aytayapman, haqiqatan ham bundan oldingi yana bitta podkast oldik, aytda ham shu haqda gapirib o'tdim. 2-3 kun oldin nemis kompaniyasi bilan, ish beruvchisi bilan suhbat o'tkazyapmiz. Bolalar kirdi va suhbatda ish beruvchining birinchi berayotgan savoli, "Xo'p, biz sizda olsak 800 yevro stipendiya olasiz. Uyingizga jo'natasizmi, jo'natmaysizmi bu pulni?" Nemislar nima sababdan bu narsani so'rayapti? Unda 8 ta 9 ta o'zbek bola o'sha kelib o'qiyapti-da, og'zi kuyib qolgan. Biladi nima bo'lishini biladi-da. Biladi muammosini. Endi bu muammo nimaga olib boradi? Birinchisi bilan u bola uyga jo'natdimi pulini, o'zi pulsiz qoldi. Bu degani qorni och degani. Keyin majbur bo'ladi yoki ish beruvchidan borib qarz olishga yoki ishga chiqib yoki o'qishini tashlab ishga chiqib ketishga. Ana muammo. Yana nelegal immigratsiyaga boryapti-da. Endi bu narsaga kim aybdor? Bola aybdormi yo uydagi ota-onasi aybdormi? Ota-ona aybdor. Keyin ota-onalar bilan gaplashib, muhtoj nimasiga muhtojlar? Ochdan o'lmayapsizlar-ku, ish bo'lmasam shu bolani puliga teginmay turinglar, o'qisin. 2-3 yil sabr qilib turinglar, ishga kirsin. Mutaxassis bo'lsin. Ya'ni sizlar hozir ko'chatni ekib qo'ydinglar, u hali gullashga ulgurmadi.
u hali gullamadi ham u bechora. Orasini yeb qo'yishyapti-da. Ha, shuni olib shoxini sindirib tashlashyapti ana uni. Ana bular bitta qiziq narsani aytdi-da, o'sha ish beruvchi 50 ming yevrogacha pul sarflaydi o'sha bitta 3 yil davomida bitta shogirdga masalan o'qitib nima qiladi. Hech qaysi ota-ona bizda 50 ming yevro sarflagan yo'qdi bolasiga. Shunday. Ya'ni Yil davomida. mayli pul sarflamasin ota-ona, lekin hech bo'lmaganda 2-3 yil chidab tursin, bolasidan pul talab qilmay tursin. Tushunyapsizmi? Gap shunda. U shunda u yaxshi mutaxassis bo'ladi, ertaga yaxshi pul topadi. Keyin yuboradi o'sha. Suros yuratib Ha, yuboradi. bolam ishda 4 ta dollardan jo'nat deydi. Salomi yo'q, alik yo'q, sog'lig'ing yaxshimi demaydi. Aytgancha yaqinda nima edi, yigitni Bobur degan bitta bola bor-ku, juda ko'p videolarda Vine. Bobur Mansurov. Shu haqda juda zo'r kulgili Vine olishgan, Rossiyaga ketgan muhojir to'g'risida otasi jo'natib yuborgan, otasi yotibdi uyda. Bu bechora bola. Men siz gapingizga qo'shilaman aka. Mana bir Umri o'tib ketayotgan. umri o'tib ketayotganini. Da, bu narsaga kim aybdor? Yana shu masalaga qaytamiz. Biz molparastligimiz, shu ota-onalar. Ota-onalar aybdor. Afsuski ota-onalar aybdor. Yana shu masalaga qaytamiz. O'zbekiston qaysi tomonga o'zgardi? Ko'pchilik nima qiladi? Voy, biz yashayishimiz og'ir. Nimada og'ir yashayishinglar? Hech kim Afrika emas-ku bu O'zbekiston. Afrika emas. Ish yo'q desang, ish bor. Mutaxassis odam uchun ish bor. Mana Toshkent shahrida hozir bir bilib qoldim, 1 kvadratli metr kafelni qo'yish 16 dollar ekan. Yo'q mutaxassis, shuni ham Mutaxassis yo'q. Mana dunyoni puli mana shu yerda Toshkentda yotibdi. O'rgan shu kafelni qo'yishdi. Kel, ishla. Bu narsa uchun bu narsa bilan shug'ullanish uchun shuncha qurilishlar ketyapti. Rossiyaga ketish kerak emas. Men Rossiyaning statistikasini ko'rib chiqdim-da aka. O'zbekiston fuqarolarini asosiy qamalgan qismi yoshlar ekan. 20 yoshdan 25 yoshgacha eng katta statistika ko'rsatyapti. Va ularda asosiy qismi mana shu narkotik savdosi bilan shug'ullanyapti. Ha, kuryerlik qilyapti. Kuryerlik qilyapti. Yana ham kuryerlik masalasiga qaytamiz. Albatta hech qaysi bir ota-ona bor narkotik sot demaydi. Menga tezroq pul jo'nat deydi. Pul jo'nat menga. Endi men otaga savol beryapman. Men ham otaman. Ota sifatida savol beryapman. Sen bolangdan pul talab qilish uchun unga ilm berdingmi? Bir nima kasb hunar o'rgatdingmi unga ota sifatida? Undan pul talab qilyapsan. Asani u 20 yoshli bolangning qo'lidan hech ish kelmasa, na til biladi, na til biladi, na kasb hunar biladi, hech balo bilmaydi. Sen uni tug'ib qo'ygansan, qiynalish uchun. O'zingni mansabing uchun qilgansan. Rossiyaga jo'natding. U bola nima ish qilib yuribdi, yeb yuribdimi, ichib yuribdimi, qayerda yotibdi? Senga qiziq emas, senga soqqa kerak. O'zing ishlamasdan bolangni jo'natgansan aytgan. Bu ochiq gap. Yoqadimi, yoqmaydi, men gapiraman. Achchiq haqiqat. Achchiq haqiqat. Keyin u bola bechora otasidan qo'rqib, uyalib, nima qilishni bilmay, nima qiladi? Oxiri narkotik sotib boshlaydi. Ko'proq pul Nima qilsang pul topishni o'ylaydi-da. Ha, oqibatini o'ylamasdan. Keyin oxiri qo'lga tushadi, shu bilan ketdi. 7-8 yil, 15 yil. Umri o'tdi. Bitta ota-onalar keyin nima qiladi? Mas'ul idoralarga, "Voy, farzandim mana bunaqangi bo'lib qoldi, menga qaytarib beringlar." Yana bosh og'riq kimga? Elchixonaga. Siz aytgan kabi bugun Rossiyada 2 million muhojir yuribdi. Bu qaysi biriga qarasin bu masalan? Bu sanoqli odam bo'ladi u yerda ham. Albatta, 10 ta 15 ta odam ishlasa 2 million odamni absolut qilib bo'ladi. Alisher aka, o'zi bu faqat Rossiyada yoki Germaniyadagina xos nima edi, muammo emas ekanda. Bahodir Iskandarov degan Yaponiyada o'qiydigan bir yigit post yozgandi. Yaponiyada o'qiydigan bir qiz haqida, o'zbek qizi haqida. Ya'ni shu qizni endi suhbatini etgan, biz uni nima qilib alohida qilib ko'rsatib ham qildik, juda yaxshi reaksiyalar bo'ldi va tagida bir nechta yoshlarimiz yozyapti-da, o'zini ahvolini bayon qilyaptiki, ota-onalar haqiqatan o'qiydigan yoshlardan pul so'raydi, siz aytgandek pullarni bu yoqqa yuboradi, oqibatda o'zlari bu yoqda ochnahor yashaydi, qiynaladi. Hatto yoshim o'tib, o'sha qiz aytayaptiki, yoshim o'tib boryapti, uydagilarga mashina olib berdim, singlim turmushga chiqdi, akam uylandi. Endi Nexia 3 ni bular Malibu qilmoqchi ekan, mendan pul so'rayapti. Lekin o'zimni hayotim barbod bo'lib bo'ldi degan ma'noda kim aybdor shu narsaga? Yana shu narsaga qaytamiz. Ota-ona, molparast, ko'zi och ko'z. Bu och ko'zlikdan bo'ladi hammasi. O'zi qiz bolalar orqasidan
pul topib tirikchilik qilish ham o'zi bunga to'g'ri kelmaydi hech jahonda. Bizda ana bir katta ko'rsatuvda o'sha Germaniyaga ishchi yuboradigan bir tashkilotning vakili davlat milliy kanalda televideniyada bo'lyapti. Shu odam aytayaptiki, mana bir deydi bir qizimiz deydi hamshira bo'lib borib, oyiga 2000 yevrodan pul topib deydi. Ota-onasini umraga yubordi deydi, mashina olib berdi deyapti-da. Maqtanadi. Kechirasizlar, shuni biz birinchidan agar u otasi erkak kishi bo'lsa, sog' haligi hayot bo'lsa bu odam, qizini o'zini Yevropaga yuborib qo'yib, hamshiralikka, uni orqasidan mashina minib yurishga, umraga borib yurishga sal o'ziga o'ylab ko'rish kerak. Qanchalik bu ortiq to'g'ri keladi yo'q degan. U o'g'il bola bo'lsa mayli endi masalan. Katta ehtimol bilan u hamshira turmushga chiqmagan ham bo'lsa kerak. Ya'ni qiz bolani yuborib qo'yish shunaqa. Qaysi erkak kishi haligi xuddi o'zini xotinini hisobidan yashab turgan gap dedi. Masalan, qizini hisobidan. U qizini u biladi qiz bolaligini boshqa. O'g'il ham mayli. Ya'ni mana shunga o'xshagan bir qadriyatimiz bilan bog'liq narsalar muammo bo'lib boryapti xalqimizda. Ya'ni nima bo'lsa ham ishim bitsa bo'ldi, pul topsam bo'ldi, yaxshi yashasam bo'ldi, farqi yo'q degan narsada. Ya'ni ota-onalarimiz bitta farzandini yo ikkita farzandini qurbon qilyapti yaxshi yashash uchun. Bu yoqda migratsiya haqida gap ketganda. Egoizmi uchun. Birinchisi bilan o'zini egoizmi. O'zini o'ylaydi. Farzandim qiynaladimi, qiynalmaydimi, hech kim o'ylamaydi. Aka, men bitta savolim bor. Mana shu 3000 ga yaqin dedingiz, o'sha ko'chib ketgan o'zbeklar bor. Ular ancha masalan o'sha o'zini sohasi mutaxassislar. Shularni bir-biri bilan qanaqadir munosabatlari, bir-biri bilan bir qanaqadir yig'ilishib turadimi, aloqalari qanday, qiz chiqarib, qiz olish qanday bo'ladi? Ya'ni vatandoshlarning o'rtasidagi munosabat. Vatandoshlarning orasidagi munosabat bor. Mana ertaga ham ayni Berlindagi O'zbekiston elchixonasida hozir katta vatandoshlar forumi o'tadi. O'z meni ham taklif qilishuvdi-yu, lekin afsuski men borishga ulgurmayapman. Endi hali ertaga endi O'zbekistonda bo'laman. Lekin diaspora shakllanib boshlagani uchun ancha vatandoshlar o'zaro albatta jipslashishga harakat qilishyapti. Hali oxirigacha ham bo'lib bo'lmadi, lekin shu tendensiya ketyapti. Endi qiz olish, qiz berish masalasiga keladigan bo'lsak, hozir mana Germaniyada Baxtiyor oila degan proyekt boshlangan. Endi shu ko'proq shu O'zbekistonlik yoshlarini bir-biri bilan tanishtirish. Sabab Germaniyaning katta muammosi biz yoshlarimiz ko'pi o'qishga ketib qolganlar, erta qolib ketyapti-da, o'ziga topolmayapti, juft topolmayapti. Sabab o'zbeklar hammasi bir-biridan har xil shaharlarda yashashadi. Endi tanimasa ham kerak ko'pi shunaqa. Har xil holatlar kuzatilyapti. Masalan, erta Germaniyada yashab, ishlab yurgan bola O'zbekistonga kelib ham uylanishi qiyin bo'lyapti. Qiyin. Chunki dunyoga qarash har xil. Madaniy farqlar boshlanyapti. Albatta, keyin betga kelib uylangandan keyin hamma ota-ona ham rozi bo'lmayapti bu qizni olib ketishiga. Keyin u qiz hali nemis tilini o'rgangunicha, ertaga borgunicha bu qiyin jarayon. Aslisida Germaniyada mana xalq kamayib ketishini sababi ham shu. Yevropani, shaxsan Germaniyani hayot tuzumi umuman boshqacha. Ritm boshqa. Ya'ni qaysi ma'noda? O'zbek xalqi bolajon xalqda biz baribir. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta tug'averadi. Nimaga? Orqasida bolasini katta qilib beradiganlari bor. Ular bor, xolalar bor, tekinchi yordamchilar. Ja bo'lmasa mahalla bor. Bolalar bilan o'ynab katta bo'lib qoladi. Bir-birini yetaklab deydi. Bor shunaqa narsalar kuzatilyapti. Germaniyada bunaqa ishni qila olmaysan. Sabab uni madaniyatini o'zida yo'q. Keyin O'zbekistonda qishloqda bo'lsa ham har bir O'zbekiston fuqarosini deyarli o'zini uyi bor. Ya'ni uyi yo'q bilan uyi borini sonini hisoblaydigan bo'lsak, uyi borlarning soni ko'p O'zbekistonda. Ja bo'lmaydigan bo'lsa ham hovlisini shu bir chekasini bo'lib qo'yadi, paxsadan bo'lsa ham 2 xona ko'tarib qo'yadi, o'ziniki u, ijara emas. Qishloqda bo'lsa ham. To'g'rimi? Bor bizning xalqimizda. Germaniya bo'lsin, Amerika bo'lsin, aslisida unaqa emas. 70% Germaniya aholisini o'zini uyi yo'q. Ijarada turar ekan. Ijarada yashashadi, davlatniki bo'ladi, endi davlat ijaraga beradi yoki xususiy ijara. Amerikada ham xuddi shu. Yoki misol uchun kreditga olgan bo'ladi. Da kredit foizi past, 2%, 3%, ilgari 1% ham bo'lgan, lekin baribir u saniki emas.
Sen to'lamay qo'ydingmi, ertaga kasal bo'lib qoldingmi, o'lib qoldingmi, sendan u uyda olib qo'yishadi. Masalan, o'zing uying bo'lsa, mayli sveting bo'lmasin, gazing bo'lmasin, g'o'zapoya yoqib bo'lsa ham, sham yoqib bo'lsa ham yoritadi. Yoritasan, yashaysan. U uydan, paxsalik uydan seni hech kim chiqarib yormaydi. 10 ta tug'sang ham. Va biz, shaxsan men kichkinaligimda eslayapman, shu buvimni uyi eski paxsadan qilingan uy edi. Hech narsa yo'q edi. Ikkita temir karavot bor edi, bitta shkaf bor, bitta eski sandiq bor edi, polda sholchalar bor edi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q edi. Biz shunaqa katta bo'lganmiz. Hozir zaproslar boshqacha, lekin baribir yashasa bo'ladi. Germaniyada masalan ishlayapsanmi, uyni ijarasini to'lashing kerak. Bola tug'dingmi, degan ishlay olmaysan degani. Ijara to'lash. Uni huquqlari alohida masalada. Bolaning huquqlari. Bolani huquqlari alohida masala. Shuning uchun keyin hamma o'qigandan keyin ishlashga harakat qiladi. Karyera qurishga. Karyerani qurib boshladingmi, to 30-35 ga kirdingmi, keyin bitta farzand tug'ishadi. Uni ham tug'sa tug'di, tug'masa yo'q. Keyin uni tarbiyasi alohida. Bitta gap. Chunki u bog'chaga borib boshladimi, bog'chadan boshlab, uni miyasiga umuman boshqacha narsalarni quyishyapti. Sen xohlagan narsalaringni emas, hukumat xohlagan narsani sen o'rgangan narsalar emas. Ya'ni aytmoqchimanki, masalan, o'sha Germaniyada tahsil olgan talabadir, maktabda o'qigan bolalar tarbiyasi buzib ketish nimasi ehtimoli katta. Tarbiyasidagi o'zgarishlar qanaqa? Juda katta. Muammolar nima? Juda katta. Aslisida bolalarning tarbiyasini ushlab qolish qiyin masala Germaniyada. Germaniyaga borayotganlar, mana ko'pi oilam bilan ko'chib ketaman deganlar shu narsaga tayyor bo'lib borishi kerak. Agar sizlar o'ylasanglarki, men itga boraman u O'zbekistondagi tartib o'rnataman deydigan unaqa bo'lsa, qila olmaysizlar. Germaniyada Jugendamt degan tashkilot bor. Bu bolalarning haq-huquqini himoya qiladigan tashkilot. Juda ham kuchli tashkilot hisoblanadi. U kerak bo'lsa kechasi kelib eshigingni sindirib ham uyingga kiradigan haqqi bor. Bolangni haq-huquqini himoya qilish bo'yicha. Bolangni haq-huquqini himoya qilish deganda ular nimani nazarga tutishadi? Bolangni shunday turtib qo'ydingmi? Qo'shning ko'rdimi? Bizda o'rganib qolgan-ku odamlar, uningni deb shap aytib qo'yib yuboradi. qo'shisi ham uradi buni. Qo'shilib. O'zi tugul. Bizda bu tabiiy holat hisoblanadi. Germaniyada mumkin emas bunaqa narsa. Bo'lgan shunaqa oilalar men eshitdim, Jugendamt ayni o'zbeklarni oilasidan bolasini tortib olgan. Va hech kim, hech qaysi bir vakolatxona, O'zbekiston vakolatxonasi ham, konsulligi ham aralashsa ham hech narsa qila olmaydi. Shunaqa haq-huquqqa ega ular. Shu narsaga tayyor bo'lish kerak. Keyin jamiyat baribir u bola ko'chada yuradi. Jamiyatga qo'shiladi. Moslashadi. Boshqacha fikrlab boshlaydi. Uyingga kelsa, endi gapingni o'tkazishingga qiynalasan. Masalan, shaxsan men o'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, yaxshi alhamdulillah bizda oilamizda din masalasi juda kuchli ekan. Ushlab turadi. Biz mana shu diniy tomonlama o'zligimizni yo'qotmabmiz. Sal svetskiyroq bo'lganimizda bolalarni ushlash qiyin. Mana shu din tartibi bo'lgani uchun biz himoya qildik. Lekin ko'pchilikda qarayapman, mana shu Germaniya hayotiga integratsiya bo'lib ketganlarni bolalari umuman boshqacha. Ushlab qolish qiyin ularni. Immunitet pastroq bo'ladi endi. Hamma narsaga immunitet kerak va o'zbek xalqini birinchi immuniteti bu bizning dinimiz. Aytyapsizki, O'zbekistonda juda ko'pchilik odamning o'zining uyi bor, ya'ni ijtimoiy bosim nisbatan kamroq deyapsiz. Endi bu haligi oxirgi paytlarda tendensiya kuzatilyapti. Kreditlar bilan bog'liq tendensiyalar, uni aytmayapman. Umuman uyini borligini o'zi unga ancha erkinlik beradi-da, katta baxt deyapsiz. Endi Germaniyada, Amerikada, rivojlangan davlatlarda bu narsa yoki Yaponiyada, Koreyada buni aksi va u juda katta ijtimoiy yuk, ijtimoiy bosim. Ana shu ijtimoiy bosimga o'zbekistonliklar borib qanday reaksiya qilyapti? Chiday olyaptimi, yo'qmi? Moslasha olyaptimi? Ko'tara olyaptimi? Moslashyapti.
Shaxsan men o'z to'g'rimda gapiradigan bo'lsam, vaqti soati kelib men baribir O'zbekistonga qaytaman. Ya'ni men moslashib bo'ldimmi bu narsalarga? Men shu ishlagan lavozimim bilan misol uchun. Chunki deyarli men Germaniyaga kelganimdan keyin qiynaldim desam, yo'q, men bu tomondan qiynalmadim. Chunki men ishimni ham tez topdim. Mana shu ayni Germaniya katta nimasida, katta idorasida o'zimga yarasha katta lavozimda ishlayman. Bu tomonlama men qiynalganim yo'q. Lekin qolgan masalalarga qarasam, u meni davlatim emas. Lekin siz qayerdan borganingiz ham muhimda. Siz O'zbekistondan bormayapsiz. Men O'zbekistondan bormaganim bilan men o'zimni o'zbek deb hisoblayman. Chunki men oilamda shunaqa tarbiya olganman. Meni shu kichkinaligimdan, men masalan 7 yoshimgacha rus tilida umuman gapirmagan bolaman. Bu katta qilgan va kichkinaligimda mana shu boshimga chuqurdan chuqur shu narsa O'zbekcha singdirilgan. Sindirilgan haqiqatdan ham. Shuning uchun mana shu O'zbekistonga kelsam ham maza qilaman. Baribir vatanimga keldim, uyimga keldim deb hisoblayman. Kimdir Yevropaga borsa maza qiladi. Men Yevropadan maza qilmayman masalan. Endi Yevropaga hozir ko'pchilik aytish mumkin, bo'lmasam nimaga agitatsiya qilasan? Yevropadan oladigan narsalar ko'p. Ayni biz yoshlarimiz uchun. Bu ta'lim. Misol uchun O'zbekistonda unaqa ta'lim olib bo'lmaydi. Germaniya berayotgan ta'limni sen Germaniyaga borib, tekinga zo'r ta'limni o'rganib, zo'r kasbni o'rganib kelishing mumkin. Seni Germaniyada, Yevropada o'rgangan narsalaring bilan O'zbekistonga kelib shuncha bagajing bilan, shuncha biliming bilan Ko'p narsa orttirsa bo'ladi. Ko'p narsa ham orttira olasan, ham foyda tegadi sendan, ham davlatga, ham jamiyatga, hamma tomonlama plus. Undan tashqari seni hayotga qarashing o'zgaradi. Va undan tashqari sen vataningda seni bor narsangga, qadriga bormayotgan bo'lsang, noshukurchilik qilayotgan bo'lsang, chet elga borgandan keyin shunaqangi boshqa ko'z bilan qarab boshlaysan. Aytyapman, mana da oddiy paxsadan bo'lgan uying halovat, qanchalik baxtlisan. Nemislarda, ular Germaniyada yashagan bilan ham ko'pchiligida yo'q. Yoki oddiy masala, yana musulmonmiz axir. O'lishing. O'zbekistonda ko'chada o'lib qolsang ham yoki misol uchun bir o'zing yashab o'lib qolsang ham qo'ni qo'shni mahalla yig'adi seni baribir. Sen ko'chada qolib ketmaysan, sen hech kim seni yoqib yubormaydi pechkaga olib borib. Bu yerda qolasan. Chunki biz jamiyatimiz, erta unaqa qila olmaysan. Va shunaqangi holatlar juda ko'p kuzatilyapti. Tarbiya o'zgarib qolmasa bo'ldi. Davomida. Tarbiya o'zgaradi, albatta o'zgaradi, lekin baribir vaqt soati kelib qon bilan kirgan narsa jon bilan chiqadi deyiladi. Ya'ni demoqchisizki, siz hozir anglab yetgan, hozir tushunayotgan narsalarga, ya'ni shu muammolar, shu anglamga boshqalar ham sekin kelishi mumkin. Keladi, vaqt soati kelib keladi. Baribir. Shunga mana endi ko'rsatib so'ngida bir nima sizdan bir olib qolsaydi, masalan, takliflardi, balki yechimlar. Ya'ni hozir kunda mana shu O'zbekistonlik muhojirlarni asosan chetga, xususan Germaniyaga tayyorlashda nimalarni biz muammo joylarimiz bor va nimalar to'g'rilashimiz kerak degan aniq takliflaringiz bo'lsa aytsangiz, ya'ni davlat nima qilmayapti-da, shularni qilsangiz, takliflar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bu keyin bittasi. Ikkinchisi, umuman o'zim bu davlatda masalan aytdik, o'zimiz O'zbekistonlik vatandosh sifatida, balki ota-ona sifatidadir. Nimalar qilishimiz kerak shu vatandoshlarimiz chetga chiqqanda qiynalib qolmasligi uchun? Birinchisi bilan ta'limdan boshlash kerak. Migratsiya bu uzoq jarayon va bu narsa aynan ta'limdan boshlanadi. Nimaga? O'zbekiston aholisi ko'payib bormoqda. Ko'p O'zbekiston fuqarolari aytadi, mana davlat bizni ish bilan ta'minlamayapti. Buncha xalqni ish bilan ta'minlab bo'lmaydi. Yoshlarimizni soni tez o'sgan va O'zbekiston o'rta yosh 24 yosh. Masalan, Rossiyaning o'rta yoshi 45 yosh ekan. Mana yaqinda men statistika bilan ko'p ishlayman, ko'p shug'ullanaman, o'qib qoldim Rossiyaning statistikasini. Masalan, 145 ming aholisi bor. Million. Undan 43 millioni pensioner ekan. 25 millioni bola ekan, 18 yoshgacha. Ya'ni aholini yarmi, 70 million salkam, bu ishlamaydiganlar. Ishlaydiganlarning soni bori yo'g'i 70 million va u 70 millionni o'rta yoshi 45 yosh ekan.
Ya'ni ularning aholisi qarib bormoqda. Keyin u 45 million ichida nogironi qancha, ishlay olmaydigani qancha, dangasasi qancha, amaldori qancha, mana shu hammasidan kelib chiqyapti. Shuning uchun ularda ish kuchiga muhtojlik baland. Ya'ni bizda potensial katta demoqchisizda. Bizda potensial albatta katta. Keyin oddiy misol qilib, endi davlatni bitta oilagacha qisqartirib qo'yaylik. Chunki davlat bu katta oila. Katta O'zbekiston bu katta hovli. Bitta oila. Mana shu bitta hovlida misol uchun 6 ta farzandingiz yashayapti. Har bittasiga alohida xona qilib qo'ygansiz, lekin har bittasi uylandi. Mana kino bor edi-ku, yoshligimizda kelinlar qo'zg'oloni. Ideologiyasi shu. Ha, xuddi shu primer. Davlat ham xuddi shunaqa narsa. Hammaga joy kam, bittasi manti pishiradi, bittasi osh damlaydi. Oxiri ona bo'lmagani uchun hammasi bir-biri bilan urushib, janjallashib, xaos boshlanib ketadi. Davlat ham xuddi shunaqangi narsa. Buncha xalq bor, buncha aholi bor. Hammani albatta ish bilan ta'minlab bo'lmaydi. Undan tashqari suv problemasi hozir kuchayib boryapti. Bu narsa mana shu klimatik o'zgarishlar sababli bo'lyapti. Shu sababdan O'zbekiston uchun migratsiyadan boshqa yechim yo'q. Lekin migratsiyani ham mana shu ikkita asosiy fundamental narsasi. Birinchisi bu ta'limdan boshlash kerak va qaysi ta'limdan? Ko'proq til, rus tiliga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda ko'p gapirilyapti. Sizlarga rus tili nimaga kerak o'zi? Hamma e'tiborni o'zbek tiliga berish kerak. O'zbek tili yo'qolib boryapti. O'zbek xalqi 50 milliondan dunyo bo'ylab iborat. O'zbek xalqi tilini hech qachon yo'qotmaydi. 50 million dunyoda 50 million bo'lgan xalq tilini yo'qotmaydi. U 200-300 ming bo'lgan xalq yo'qotishi mumkin. Lekin biz hech qachon tilimizni yo'qotmaymiz. Mana biz chet elda shuncha yil yashab yo'qotmadik-ku. Men 100% ravon o'zbek tilida, adabiy tilda gapira olmasam ham, shevada bo'lsa ham fikrimni bildira olaman. Lekin til kerak. Rus tili juda chuqur o'rganish kerak. Baribir muhojirlarimizni asosiy qismi Rossiyaga ketyapti. Ya'ni bu rus maktablarini shakllantirish kerak. Germaniya bo'lsa, mana biz Germaniya nemis maktablarini ochib boshladik. Birinchisini Xorazmda ochdik. Hozir davom etyapmiz yana. Nimaga? Bolalarni maktabdan boshlab tilga o'rgatib, fikrlashini o'zgartirmoqchimiz. Ya'ni tilni yaxshi biladigan odam qolgan narsasini o'rganib oladi. Endi muloqot asosiy vositasi tilda endi boshqa. Unga ilm ham berish osonda. Misol uchun bir nimaga o'rgataman desang, unga shu ilmni berish oson. Tilni biladigan. Ingliz tili chuqurlar o'zi 2 ta, 3 ta, 4 ta til. Bola qancha ko'p til bilsa, shuncha yaxshi. Bittagina til bilan bitkazib bo'lmaydi hozirgi. Albatta. Buni hammasini maktabdan boshlash kerak. Ikkinchi bu kasbiy ta'lim. Ya'ni odamlarga qandaydir kasb o'rgatish kerak. Hammaga ham universitetlar kerak emas. Hamma ham ekonomist bo'lmaydi, hamma ham yurist bo'lmaydi. Shunday. Hamma ham tilshunos bo'lmaydi. Oddiy ishlaydigan aholi bo'lishi kerak. Va masalan, yana shu remont masalasiga qaytamiz, kafilga. Faraz qiling, $16 1 kvadratni metr turar ekan. Kafil tekish bo'lmasam, yaxshi kafil, sifatli kafil terishni o'rgan, Toshkentning o'zida qancha ish topasan. Mayli til o'rganmasang ham shu narsani o'rgan hech bo'lmaganda. Hunaring bo'lsin. Mana shu orqali sekin-sekin yechimlar topilib boshlaydi. Va biz maktabimizda hozir undan tashqari siz aytgan kabi integratsion darslarni qo'shib boryapmiz. Ya'ni tarixni o'rgatyapmiz, chet davlatlarning madaniyatini o'rgatib boshlayapmiz. Kasbiy yo'naltirishni boshlayapmiz 9-sinfdan boshlab. Ungacha faqat til o'rgatilyapti. Iqtidoriga qarabda, qiziqishiga, endi bozordagi talabga yarasha. Chunki u odamlar kelajakda hammasi O'zbekistonga kelib, qolgani qoladi, lekin qaytadigani qaytib, faqatgina foyda keltiradi. Bu davlatga. Endi shuncha ilm olgandan keyin bu yoqqa kelib bekor qolib ketmaydi endi. Ikkinchi qismi odamlar nima qilish kerak? Odamlar ham fikrlashini o'zgartirishi kerak. Birinchisi bilan bolam chet elga ketdimi, dunyoning pulini topyapti deb o'ylamaslik kerak.
Bu eng birinchi mana shu molparastlik bo'lmasligi kerak siz aytganday. Mashina olib olishim kerak, 500 ta odamga to'y berishim kerak, qo'shnikidan tomim balandroq bo'lishi kerak. Mana shu narsadan voz kechish kerak xalq. Bo'lmasam kelajak bo'lmaydi. Ilmga baribir asosiy rag'bat. Ilmga asosiy e'tiborini bolalarini ilmiga berish kerak. Yo men bolamni o'qitmayman, sen bolangni o'zingga investitsiya qilyapsan. Chunki bolangni ilmi bu seni ertagi kuningni garantiyasi. Pensiya, ha, chunki pensiya to'lanmaydi. Masalan, siz bilan menga pensiya to'lanadimi? To'lanmaydi. U paytgacha hali pensiya degan narsa bormi, yo'qmi? To'lansa ham qancha olasan? Lekin bolalarimizga to'g'ri tarbiya bersak, to'g'ri o'qitsak, ular nasib bo'lsa, mevasini o'zimiz ko'ramiz undan keyin. Lekin hozir kuch-quvvatimiz borligida bolalarimizga borini investitsiya qilishimiz kerak ularning kelajagiga. Tashrif uchun sizga rahmat. Umid qilamizki, bu so'nggisi bo'lmaydi. Bunday suhbatlarimiz yana boshqa platformalarda ham davom etishiga. Keyingi suhbatni bir gemerada qilaylik o'tirib. Balki. Nasib bo'lsa, Hali vatanni uzoqdan sevish yaxshi deydi-ku baribir. men yaqindan sevaman lekin. Katta rahmat. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat.